Ko'bilchilar har doim tayyor aka. Go'nka bo'ladigan joyda lakasasini aytsam, hamma odam borib bemalol kuzatishga qarshi emasmisiz? Ko'bilchilar bezatkaz o'ynaydi, bilasiz. Bo'ldi. Muji tayyormisiz? Omad. Omad sizga ham. O'zbekistondagi любой ko'bilchilarga viza. Assalomu alaykum O'zbekiston. Bu video tez ko'bilchilarga jo'natib tashlaylar. Cobalt stok holatda nimadirlar qilmaganman. O'zbekistondagi любой ko'bilchilarga kalitga kalit deb o'tirmayman. Yutkazib qo'yadigan odam bitta 15 Pro Max olib beradi. Akalar 21 ga kirganman, qiziquvchanman. Nimadirlar deb negativ yozib o'tirishinglar shart emas. Qachongacha BMW-larni gonkalarni ko'rib yurasizlar? O'zimiz dushevniy gonkaga nima deysizlar? Bu video tez ko'bilchilarga jo'natib qo'yinglar. Bir oy ichida hammadan video kutaman. Gonka albatta bo'ladi. Meni ko'bilchilarga ham, jentrachilarga ham umuman shaxsiy adovatim yo'q. Lekin bu degani gonka atmen degani emas. Gonka albatta bo'ladi. O'sha oz fursatlar qolyapti. Sanasini sizlarga aytaman. Gap. Yutkazgan 15 Pro Max olib beradi. Gonka Andijonda bo'ladi. Stok holatda Cobalt Gentrani har qanaqasiga olib qo'yadi. Bu meni shaxsiy fikrim. Ko'pchilik PR deb yozdi. Agar PR qilish niyatim bo'lganda, kalitma-kalit o'ynaydiganlar aloqaga chiqsin deb. Kattaroq PR qilgan bo'lardim. Menga bu narsani keragi yo'q. Gonka tezroq bo'lsin deganlar bitta like bosib qo'yasizlar. Kayfiyat bilan kuzatamiz. Zo'r bo'ladi. Bolalar, bu bala bizlar bilan gonka o'ynashga aqli yetmayapti. Videoda ko'rdi. Biz u bilan telefondan ham gaplashdik. Zadniyda beradi. Qashqadaryoliklardan vizit kelibdi. Zadniy beryapti nimadirlar deb. Vizit qilgan bolani profiliga kirib ko'rdim. Qanaqadir PUBG'chilarga vizit tashlab o'tirganlar videolarini ko'rib qoldim. Hammanikiga osilavermaslikni maslahat bergan bo'lardim. Hurmatli Qashqadaryolik menga vizit tashlagan bloger. PUBG'chilarga ham, ko'bilchilarga ham vizit tashlab shunda PR qilayotgan, hype qilayotgan menmi yoki senmi? Kimlardir mashinasini orqasidan chiqib olib vizit tashlamayapman. Gap 15 Pro Max beriladi. Gonka tez kunda sanasini aytaman Telegram kanalimda. Videoda обязательно jo'natinglar. Demasam ham jo'natasizlar, bilaman. Men yana qancha kutishim kerak o'zimga mos saperni chiqish uchun. Viziflarni ko'ryapman, bittasi mashinasiga qanaqadir mashinani motorini tiqib olgan bo'ladi. Mashinasiga stage qo'yib olib karilayotgan bo'ladi. To'g'risi mana stok mashina, faqat stoklarni vizifini qabul qilaman. Oshchasi menga yozib, vizifini qabul qil deb o'tirishinglar umuman shart emas. Ko'pchilik yozibdi, seni mashinang BMWda gonka qilasan deb. Aka, mashinam Moskvich bo'lganda Moskvichga vizif tashlardim. Bu meni shaxsiy xohishim bo'ladi, lekin men mashinamga 100% ishonaman. Jentrachilar ham, ko'bilchilar ham choyni ichiraveradi. Videoda egalariga kengroq jo'natinglar, tezroq tarqalsin. Gonkada ko'rishamiz. Jentrasi bo'ladimi, ko'bilti bo'ladimi, choyni ichiraveradigan mashina shu bo'ladi. Akalar Farg'onaga kelganmiz. Farg'onadan bitta akamiz vizif tashlabdi, gaplashdim, zadniy berdi. Syomkasini qo'ydim, istoriyaga qo'yib yuboraman. Ko'bilchilarga ham, jentrachilarga ham taalluqli. Bugun kech paytgacha vaqtinglar bor. Bugun kech payt hammasini ko'rib chiqib, bittasini tanlayman. Xullas ertaga gonka bo'ladi. Vaqtinglar oz qolgan. Cobalt eng asosiysi ichidagi odamga hamma narsa bog'liq. Shoshilib qolinglar. Kech paytgacha vaqtinglar bor. Bittasini tanlayman. Xolos u jentra bo'lsin, xolos viza. Ko'zimga ko'ringanini tanlayman. Bosib qo'yaveramiz. Videoda deyarli hamma bilib bo'ldi. Xullas, Farg'onaga kelib jentrachilarga vizit tashlab ketdi Cobalt akalar. Farg'ona va jentrachilar nomidan vizit men qabul qilaman. Bo'lar ekan mana. Va nihoyat o'zimga mos sapernik chiqdi. Farg'onaga borganim menimcha foyda berdi. Farg'onalik boladan vizit kelibdi. Vizi men gap so'zsiz qabul qildim. Gonka Andijonda bo'ladi. Andijonga kelganingizdan keyin mashinalarimizni tekshirtiramiz, ikkalamiznikini ham stok holatda bosishamiz. Aholi yashash punktidan uzoqroq joyda qilamiz. Hammaga xavfsiz bo'lish uchun. Andijonda kutaman sizni. Men gonkaga tayyorman. Siz tayyor bo'lsangiz bo'ldi. Xalq ham kutib qoldi. Xudo xolasa zo'r bo'ladi. Kuzatib turinglar. Assalomu alaykum O'zbekiston. Farg'onadan vizifini qabul qilgan akam Andijonga yetib keldi. Aka, Andijonga yetib kelishingiz ham ancha qiyin bo'lib ketdi. Vizit aytgan vaqtda ancha kech qabul qilsa kerak. Qabul qildim ham, qabul qilmasam ham bo'ladi, chunki bu meni xohishim. Hali muji bola ekansiz, qabul qilganingizga xursandman. Qachon gonka cho'zib o'tirmaylik? Men vizitni qayta tashlagan bo'lsa, o'sha yerda gonka bo'ladi. Bo'ldi, gap, qachon? Ertaga Farg'onada kutib qolaman, bo'ladimi? Bo'ldi. Uni muji tayyorsiz? Ko'bilchilar har doim tayyor aka. Jentraning kuchini ertaga Farg'onada bitta bilib olasiz. O'zingiz ehtiyot qilasiz. Gonkada ko'rishamiz. Malades, muji. Farg'onaga kelarmisiz o'ylagandim. Malades. Kelayman-ki, o'tgan safar ham keldim. Gapingizdan chiqdingiz. Demak, bugun hammani qiynayotgan savolga bugun nuqta qo'yamiz, a? Albatta. Endi bitta taklif bor. Hozir kommentarlarga o'qib chiqyapman-da, hype qilyapti, prank qanaqadir uyushtirilgan deyapti. Qarang, siz ham mana realligimizni isbotlash uchun, odamlarga shubha uyg'otmaslik uchun gonka bo'ladigan joyda lakasasini aytsam, hamma odam borib bemalol kuzatishga qarshi emasmisiz? Yo'q, nimaga qarshi bo'ldi. 5 ta oling. Bugun xudo xolasa gonka siz bilan
Aziz obunachilar, akamiz gapini eshitdilaring. Kimdir shubha qilayotgan bo'lsa, yo'nka bo'lishdan bir soat oldin Telegram kanalimizga akamiz ham men ham joylayman. Bemalol qiziqonlar kelib ko'rishlaring mumkin. Xudo xolasa bugun hammasiga nuqta qo'yamiz. Bo'ldi, tayyormisiz? Любой payt. Futbolchilar bezatkaz o'ynaydi-ku, bilasiz. Bo'ldi. Muji tayyormisiz? Omad. Omad sizga ham. Bo'ldi, gapi. Sizlarni ijtimoiy tarmoqda kuzatyapman, Instagramda ular qo'yga uyushtirmoqchi bo'lyapsizlar, ya'ni xavfli harakatlar sodir qilib. Hozir bu aholidan chekka joy chiqaraqa deb yo'q-ku. Yoki qatnov joy emas-ku, qatnov joy emas-ku. Har qanday holatda Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 128 prim 10-moddasiga asosan har qanday joyda qatnov qismida ham boshqa joylarda ham yo'l bezorligi sodir etish mumkin emas. Ya'ni transport vositasini xavfli harakatlar qilib boshqarish, haydovchilik guvohnomasidan 1 yildan 2 yilgacha mahrum qilish hamda bazaviy hisoblash miqdorini 25 barobar miqdorda jarima solishga sabab Hozir hech bo'ladi. kimga xalaqit berganimiz yo'q-ku. Aholi punkti joyidan chekkaroq joyda qilyapmiz yoki. Har qanday holatda bunday xavfli harakatlarni sodir etish mumkin emas. Bo'ldi, tushundingiz siz. Hurmatli obunachilar, bizning xatti-harakatlarimiz umuman qoidaga to'g'ri kelmas ekan. O'zi maxsus joylarda qilish kerak ekan. Hozir bizni rasmiy xodim akalarimiz bizni ogohlantirib ketyapti. Akalar, sizlarga ham maslahat bermaymiz. Aka, siz bilan bu ishimiz tugab qolmaydi. O'zini maxsus joylarda qonun qoidalariga aka tushuntirgandek, qonun qoidalariga amal qilgan holda siz bilan go'nka qilamiz. Tugab qolmadi bu narsa. Oramizda qanaqadir nizochilik yo boshqa narsa o'tgani yo'q. Agar haydovchilik guvohnomalaring hali sizlarga kerak bo'ladigan bo'lsa, sizlarga ham haydovchilik guvohnomasi hali zarur bo'ladigan bo'lsa, bunaqa xavfli harakatlar Voy